Nasib bo'lsa valyerimizga bunaqa yashil olib kelganman. Duo to'sib olgani. Mana eshikni o'rnida klionkamiz bitta buzyapti. Ashunga buni olib keldik. Uyqu yo'q, uxlamasdan ishni bosish kerak. Uxlagan kuygan. Vaqt endi resurs-ku. Nasib 5:55. Kecha nechidadir turganman, shu bo'yi uxlaganim yo'q. Vaqt yetmayapti, ish ko'p, vaqt oz. Ferma kengaygan, Xudoga shukr. Ish bo'lgan paytda ishni qilishimiz kerak-da. Uxlasak, uyquni o'tkazib olsak, umrimiz yarimi уже o'tib ketdi. Yosh 33-34 ga qarab ketdi. Umrda yarimi tugadi. Ukani uylash kerak, singilni chiqarish kerak kimdadir. Biz ishlamasak kim ishlaydi? Ota ishlaydigan ishlar bo'ldi, ona ishlaydigan ishlar bo'ldi. Uyqu bilan umrni o'tkazib olsak, kim uylaydi ukani? To'g'rimi? Matvasa kelib qoldi-da. Yashash hayot tarzim shunaqa. Kim qiladi, men qilmasam shular deymanda. Yoshlarga bir motivatsiya bo'lsin dedim. Ishlash kerak, ishlash kerak. Mehnatdan, uyqusizlikdan odam o'lmaydi menimcha. Vaqt kelib qolsa, u sabab bo'lib qoladi xolos. Mehnat qilish kerak, qattiq mehnat qilish kerak. Yarimgacha gazonimiz, nasib gazonni polnusiy yoyib, 10 tani olib kirib olsak, paningalar ko'rsatay emas, juda go'zal ko'paydi. Bu yoqda videosini ham qo'ygandim. Tuxum qo'ygan edi. Bugun qarasam, уже bolalar ochib chiqibdi. To'liq obzor qilamiz. YouTube'ga ham bitta joylaymiz, to'liq qilib, zo'rroq bo'ladi-da. Podgotovka zo'r ketyapti. Aytib yurmaysizlar, so'kmay turasizlar. To'liq bitta obzor qilamiz. Hozircha shu uxlagan kuygan, mehnatda bo'ling.